Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qator qaror va farmonlar asosida aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifati va ko'lamini kengaytirish, sohaga ilg'or innovatsion texnologiyalar, zamonaviy tashxislash va muolaja usullarini tatbiq qilish bo'yicha amaliy o'zgarishlarni nafaqat shifokorlar, balki butun xalqimiz o'z hayotlarida his etishni boshladi. Buni respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi faoliyati misolida ham yaqqol ko'rishimiz mumkin. Ayni markazning maslahat poliklinikasida innovatsion tekshirish xonasi tashkil etilgan bo'lib, teri kasalliklari zamonaviy usullarda aniqlanib davolanmoqda. Tibbiyot fanlari nomzodi Shuhrat Toshpo'latov 10 yildan buyon ushbu poliklinikada dermatovenerolog shifokor sifatida faoliyat yuritib keladi. Assalomu alaykum. Meni ismim Toshpo'lat Shuhrat Shavkatovich. Tibbiyot fanlari nomzodi, birinchi toifali dermatovenerolog shifokorman. 10 yildan beri o'sha dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy markazi maslahat poliklinikasi innovatsion tekshiruv xonasida dermatovenerolog shifokori vazifasida ish faoliyatimni olib boraman. Bizning o'sha maslahat poliklinikamizda 11 nafar dermatovenerolog shifokorlarimiz, o'sha tibbiyot fanlari doktori, oliy toifali shifokor Mullaxonov Javlon Baxtiyorovich boshligidagi shifokorlar faoliyatini olib boramiz, ish faoliyatini olib boramiz. Bularda o'sha shifokorlarimiz orasida 4 nafar tibbiyot fanlari nomzodi, oliy toifali shifokor, 20-30 yillik tajribaga ega bo'lgan tajribali dermatovenerolog shifokorlar o'z faoliyatini olib borishadi. Shifokorlarimiz har yili mahalliy va chet el konferensiyalarda, kongresslarda o'z bilimlarini, malakalarini doimiy muntazam ravishda oshirib borishadi. Bizning markazimiz maslahat poliklinikasida innovatsion diagnostika tekshiruv kabinetlari tashkil qilingan. Hozirda o'sha teri kasalliklarini zamonaviy innovatsion usullar yordamida tekshiruvlarni, noinvaziv tekshiruvlarni yo'lga qo'yganmiz. Bularga o'sha dermatoskopiya, terini ultratovush tekshiruvi, meksimetriya, terini allergik testlar yordamida tekshirish, allergik kasalliklarni va terini o'sha kichik jarrohlik usuli bilan biopsiya, gistologik tekshiruvlarni yo'lga qo'yganmiz. Masalan, dermatoskopiya apparati orqali terining rak oldi kasalliklari, teridagi o'smalar, hollarning yaxshi sifatli yoki yomon sifatli ekanligi tekshiriladi. Bizni respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerolog va kosmetologiya markazimizda o'sha tibbiy teri kasalliklariga zamonaviy tashxislashning eng zamonaviy apparatlar yordamida tekshiruvlarni olib boramiz. Bu bizga o'sha teri kasalliklarini vaqtida va aniq erta tashxislash imkoniyatini beradi. Bu jihozlarga masalan dermatoskop, zamonaviy o'sha fotofinder apparati O'rta Osiyoda bir nechta davlatlarda bor bo'lgan apparatlarimiz, keyin terini ultratovush tekshiruv apparati aynan o'sha teri va teri ostidagi hosilalarini chuqurligi va uni katta kichiligi, hajmini, uni jarrohlik usulini aniqlaydigan terini ultratovush tekshiruvi va teri kasalliklarini, o'sha teridagi oq dog' kasalliklarni erta tashxislaydigan, teridagi pigmentlar sonini sanaydigan meksimetriya apparatimiz bor. Meksimetriyani apparatini bir nechta datchiklari bor. Bular o'sha terini namligini, yog'lilik darajasini, terini elastikligi, cho'ziluvchanligini aniqlab beradi. Yaqinda o'sha miyezma apparatini olib kelindi. Bunda o'sha teri kasalliklarini erta tashxislash, oq dog'larni aniqlash uchun zamonaviy o'sha ultrafiolet va terilar bemorlarni davodan oldin va keyingi holatlarini ko'rish imkoniyatini beradigan miyezma apparat ishga tushirdik. Va Germaniyadan keltirilgan o'sha allergiya testlarimiz polichek usuli yordamida o'sha IFA metodi orqali qondan terini allergik kasalliklariga to'g'ri tashxis qo'yishni aniqlaydigan allergiya test usulimizni qo'llab kelyapmiz hozir markazimizda. Yana bir tekshirish turi allergiya test diagnostikasi hisoblanadi. Ushbu tekshiruv O'zbekiston Respublikasi iqlimiga moslashtirilgan bo'lib, 3 xil panel asosida turli xil oziq-ovqat mahsulotlari, o'simliklar va ularning changlari
hamda changlarda bo'ladigan zamburug'larga nisbatan organizmdagi sezuvchanlik holatini aniqlash hamda kasalliklarning sababini topib bartaraf qilishga yordam beradi. Bizning maslahat poliklinikamiz innovatsiya xonasida yana bir eng muhim tekshiruvlardan biri nafaqat bizning markazda, balki boshqa periferiyadan, boshqa klinikalardan bizga buni tekshiruvlarga bemorlarni yuborishadi. Allergiya test, ya'ni o'sha policheck metodi yordamida IFA usulida spesifik immunoglobulinni Y'ni tekshiramiz allergiya probada. Bunda bizda 90 ga yaqin allergenlarni aniqlab berish xususiyatiga ega. 24 soat ichida qondan aynan nima sababli kelib chiqayotgan allergiyani aniqlab berish imkoniyatimiz bor. Bunda 3 xil panelimiz bor. Birinchisi o'sha respirator deyiladi. Ya'ni o'sha tashqi tomondan ta'sir qilinadigan taassurotlarni aniqlab beradi. Bunga masalan uy changi, har xil uy hayvonlarini changlari, o'zini uydagi bo'ladigan kanalar, o'sha chang tarkibidagi bo'ladigan kichkina mikroorganizmlar o'zi allergologlar yaxshi bilishadi, dermatologlar ham. Keyin fasliy o'sha allergen o'simliklarni aniqlab berish xususiyatiga ega. Ikkinchi panelimiz bu oziq-ovqatlar. Ya'ni o'sha qaysi aynan oziq-ovqat sizga allergiya berayotganini aniqlab beradi. Bunda 30 xilga yaqin oziq-ovqat mahsulotlari bor. Misol uchun umumiy aytiladi-ku, endi hamma ham parhez baribir juda ham qiyin. Bu testdan keyin aynan nimaga sizda allergiya bo'layotganini aniqlab va shu mahsulotlarni ratsiondan vaqtincha chiqarib tashlash imkoniyatini beradi. Va atopik 3-chi panelimizda ko'proq o'sha atopiya, polinoz, allergiический rinit, allergik konjunktivit, atopik dermatit bilan kasallangan bemorlar uchun maxsus o'sha kerakli atopiyani chaqiradigan panellarni jamlangan. Bunda o'sha 30 xil allergen va buni ham o'sha atopiyani davolashda juda ham bizga yordam beradigan usul hisoblanadi. Teridagi melanin miqdorini va eritema, ya'ni qizarish darajasini o'lchash muhim ahamiyat kasb etadi. O'lchov prinsipi esa terining turli to'lqin uzunliklarini yorug'ligini qanday qabul qilishga asoslanadi. Bu borada Mexometriya apparatdan samarali foydalanilmoqda. Photofinder dermatoskopning eng zamonaviy usuli bo'lib, hozir MDH davlatlarida 2-3 ta respublikalarda faqat mavjud. Shundan bizning klinikamizda ham hozir o'tgan yildan beri ishlatib kelmoqdamiz. O'sha Photofinder dermatoskopi onkologik kasalliklar, ya'ni o'sha yaxshi sifatli o'smalar, yomon sifatli o'smalarni erta tashxislash, terini virusli kasalliklari, har xil dog'lar, boshqa teri kasalliklarini aniqlashda noinvaziv usul hisoblanadi. Bunda o'sha hech qanaqa jarohat yetkazmasdan terini kasalliklariga erta tashxis qo'yish, ya'ni o'sha sun'iy intellekt yordamida 80-90% gacha aniq tashxis qo'yib beradi. Masalan, oddiy melanoma kasalligini ham dermatologlar birinchi melanomaga aniqlik kiritish uchun juda ham ahamiyatli bu apparat. Agar o'sha bularni qancha olish, erta bizami yoki dermato-onkologlar shug'ullanadi, bu ham aniqlab berish vazifasini bajaradi. Bundan tashqari bizda terini o'sha ultratovush tekshiruv apparatimiz bor. Bunda o'sha hosilalarni qanchalik chuqurligi, qanaqa qon tomirlar bilan ta'minlanganligi, teridagi ostidagi o'sha derma, gipoderma qavatigacha o'zida ultratovush yordamida tekshirib berish ahamiyatiga ega. Buni bir nechta datchiklari bor. Bu teri ostidagi hosilani qay darajada qon bilan ta'minlanganligini, uni razmerini, o'sha ichidagi suyuqlikmi yoki boshqa narsani aniqlab berish imkoniyatlarini beradi. Endi ketma-ket aytib ketaveraman shunaqa bizda. Bundan tashqari o'sha Mexometr apparatimiz bor. Mexometr apparatimizda bir nechta datchiklari bo'ladi. Birinchi datchiga o'sha teridagi oq dog' va sog'lom teridagi shartli birliklar yordamida pigmentlarni sanab berish xususiyatiga ega. Bunda ham hech qanday jarohat yetkazmasdan teriga sog'lom teri va kasal teridagi melanin pigmentlar sonini aniqlab berish imkoniyatini beradi. Yana uni Mexometrni teridagi to'q jigarrang dog'larni aniqlash datchiklari bor. Keyin qizil dog'larni aniqlaydigan datchiklari bor. Va bundan tashqari terini namligini, buni o'sha korneometriya usuli deyiladi.
terimizni o'sha qay darajadagi namligi, ba'zi o'sha teri kasalliklari, nasliy teri kasalliklari yoki allergik teri kasalliklarida o'sha teridagi suv balansini buzilishini aniqlab berib, shunga yarasha malhamlarni qo'llash, o'shani bizga tanlab berish imkoniyatini aniqlab beradi. Va bundan tashqari o'sha Meximeter apparatimizda terini elastikligini, ya'ni ayrim sistem yoki chegaralangan autoimmun kasalliklari bor. Masalan, sklerodermiya kasalliklarida yoki boshqa terini sistem kasalliklarida terining elastikligi, ya'ni cho'ziluvchanligini aniqlab berish xususiyatiga ega. Bizda o'sha terini biopsiya, ya'ni histologik tekshiruv xonamiz bor, muolaja xonamiz. Bunda o'sha teri kasalliklariga aniq tashxis qo'yish uchun teridan o'sha histologik usul yordamida kichkina terini kesib va uni biopsiya qilib, o'sha tekshirib berib, teriga erta aniq tashxis qo'yish imkoniyatini beradi. Hozirda markazda innovatsion diagnostika kabinetlari tashkil qilingan bo'lib, ular zamonaviy xorij tibbiy uskunalari bilan jihozlangan. Har qanday kasallikni davolashdan ko'ra, uni oldini olish afzalligini allomalarimiz tomonidan takror va takror ta'kidlab o'tilgan. Shuning uchun shifokorlar profilaktika uchun, xalqimiz esa o'z sog'lig'ini asrash va shifokor tavsiyasini bajarishga mas'ul bo'lishi kerak. Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi maslahat poliklinikasining birinchi toifali dermatovenerologiya tibbiyot fanlari nomzodi Shuhrat Toshpo'latov tomonidan berilgan bugungi maslahatlar ham o'ylaymizki, teri kasalliklaridan aziyat chekayotgan hamyurtlarimizga asqota alam.